Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Mana bugun 2026-yil 16-iyul sanasida navbatdagi pritseplarimiz sotilgan. Zakazga tayyorlanib kelgan shularni bir qator obzor qilib o'tamiz. Like'larni bosib, tarqatib qo'yamiz. Like bosing, boy bo'ling deb qolamiz, hurmatli yurtdoshlar. Mana pritsepimizni kecha Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan kelib xarid qildilar. Pritseplarimiz mana, murojaat uchun telefonlarimiz mana 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Har xil turda bir moslik, ikki moslik pritseplarimiz tayyor. Hozir qanaqa pritseplar sotilyapti, bir qator ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda mana kubokka parkov qo'yish jarayoni bo'lyapti. Mana bu bitta pritsepimiz zakazga tayyorlangan. Razmeri 1.60 ga 280 razmerda. Lasetti balonlardan qo'yilgan. Juda qalin baquvvat profillardan qilingan. Buni narxini 14 million qilib berdik. Mana kubokka parkov qo'yish jarayoni bo'lyapti. Ish qizg'in ketyapti mana. Ichkarida ham 3 ta pritsep tayyor bo'lyapti. Mana bu Allah issiqni gazini bosib ishlayapti mana. Hurmatli yurtdoshlar, kimga bir moslik, ikki moslik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Like'larni bosib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz, hurmatli yurtdoshlar. Pritseplarimiz mana bir 15 tacha tayyor pritseplarimiz bor. Manzilimiz, pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarish shahrida, mashina bozori yonida, Yerko'rg'ondan kelaverishda, mashina bozori yetmasi mana 8 etajli domning ro'parasida mana avtoskrob servisga kelaverasizlar. Har xil turda bir moslik, ikki moslik pritseplarimiz tayyorlari bor. Like bosing, boy bo'ling deb qolamiz, hurmatli yurtdoshlar. Kimdan kim bizning syomkamizni kengroq tarqalishiga o'z hissasini qo'shsa, like bosgan qo'llari Ka'batullohni ushlasin deb qolamiz. Kuzatganlaringiz uchun, e'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat. Mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar mana. 99 577 46 46 nomerlarga bemalol murojaat qilsangizlar, tayyorlari ham bor, nalichida zakazga ham tayyorlab beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.